Xurshidbek, bugun ko'rib o'tilgan kvartiramiz Buxoro shahrimiz markazi bo'lgan Kriti bozor atrofidan 2 xonali 70 kvadrat. Aynan obunachilarimiz kattaroq kvadrat so'raydilar. Shular uchun o'zimiz bugun shu reklamani kech bo'lsa ham olishga qaror qildik. Juda chiroyli kvartira, o'zimning ham lishni tabimga o'tirdi. Mana bu sanuzul qismi alohida bo'lgan. Bu yoqda vanna xonasi bilan hojatxonasi. Koridor qismi ham alohida ta'mirlanib o'tirgan, chiroyligina polnotseniy koridori ham. Bu tomonda oshxona qismi. Uylari hammasi derazalik polnotseniy tushgan. Mana kuxon mebel garniturasi tayyorlab qo'yilgan, gazli plita, vidichka, moykalargacha qo'yilgan. Shahrimiz sentri shu kecha kunduzda bizani Buxoromizning qaynoq lokatsiyalaridan biri bo'lgan Kriti bozor atrofi. Etaji ham baland emas. Liftlari bir tona liftga o'rnatib qo'yganlar. Bu yoqda vannaxona qismi to'liq kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Chiroyli shkafchalik rakvinasigacha o'rnatib qo'yganlar. Xo'p, bu yoqda esa spalnya qismi. Aboylar kombinatsiya qilingan, bu yoqda chiroyli haytag lyustralar, did bilan tayyorlangan pardalar, gilamchalar to'shab qo'yilgan. Uyimizda hamma yo'q oyoq taglari laminat qilib qo'yilgan. Shu kvartirani shu kecha kunduzda obstanovka qilib ijara berilsa, bemalol 300-350 400 dollargacha sizlarga daromad keltirishi mumkin, qadrli obunachilar. Bu bo'lsa asosiy zal qismi. Zalimiz uzunligi 5,5, eniga 4. 310 metr uyimiz balandligi. Akkuratni kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzilimiz aytib o'tganimizdek Kriti bozor yoki stadion oldida. Narxi 48,5 ming, ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Kelib ko'rsangizlar savdo-so'g'ir qadrli obunachilar. 8 qavatli liftli domning 4-qavati. Liftlari sonli panel orqali ishlaydigan domimiz. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.